Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlarning e'tiboringizga nihoyatda muhim dolzarb bir mavzuni havola qilaman. Bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r, har bir keksaygan inson, shuningdek, kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirgan yoki yaqinlari uchun qayg'uradigan har bir fuqaro uchun hayotiy ahamiyatga ega. Men bilaman, ko'pchiligingiz moliyaviy ahvolingiz, nafaqangizning miqdori va uning doimiy ravishda o'zgarib turadigan narx-navoga qanchalik mos kelishi haqida ko'p o'ylaysiz. Hozirgi iqtisodiy sharoitda nafaqa ta'minotining barqarorligi va adolatliligi masalasi juda ko'p savollarni tug'diradi. Bugun biz sizning ana shu xavotirlaringizga yechim bo'lishi mumkin bo'lgan yangilik haqida gaplashamiz. Hozirgina hukumat tomonidan imzolangan millionlab fuqarolarimizning hayotiga bevosita ta'sir qiladigan, ularning moliyaviy ahvolini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin bo'lgan juda muhim hujjat taqdim etildi. Bu haqiqatan ham nafaqaxo'rlar uchun uzoq kutilgan va chinakamiga quvonchli xabar desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu sababli iltimos diqqatingizni jamlang. Videoni oxirigacha ko'ring va biror muhim tafsilotni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalga obuna bo'ling hamda ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya va siz uchun muhim ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik kafolati. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo nafaqa ta'minoti tizimi bilan bog'liq bo'lgan umumiy vaziyatni eslab olaylik. Ko'p yillar davomida nafaqaxo'rlarimiz nafaqalarning miqdori bo'yicha turli xil muammolarga duch kelishdi. Birinchidan, nafaqalar ko'pincha inflyatsiya sur'atlariga mos ravishda indeksatsiya qilinmasdi yoki bu indeksatsiya juda sekin amalga oshirilardi. Natijada narx-navo oshgani sari nafaqaning xarid qobiliyati tobora pasayib borardi. Bu albatta qariyalarimizning turmush darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatar edi. Oyma-oy oshib borayotgan oziq-ovqat mahsulotlari, dori-darmonlar va kommunal to'lovlar nafaqaning asosiy qismini yutib yuborardi. Ikkinchidan, ba'zi hollarda nafaqalarni qayta hisoblash jarayoni juda murakkab va bürokratik edi. Ba'zi fuqarolar o'zlarining uzoq yillik mehnat stajlarini tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ishda qiyinchiliklarga duch kelishardi. Ayniqsa 1990-yillar boshidagi o'tish davrida shakllangan ma'lumotlarni topish haqiqatan ham mushkul edi. Ko'plab odamlar o'zlarining aslida ko'proq nafaqa olishlari mumkinligiga ishonch hosil qilishsa ham, bu jarayonning qiyinchiliklaridan cho'chib, qo'l siltab qo'yishga majbur bo'lishardi. Pensiya jamg'armasi idoralarida uzun navbatlar hujjatlarni yig'ish uchun turli tashkilotlarga murojaat qilish zarurati ko'pchilikni charchatardi. Ba'zi hollarda hatto barcha hujjatlar taqdim etilgan taqdirda ham hisob kitoblardagi noaniqliklar yoki xatolar tufayli nafaqa miqdori adolatli tarzda aniqlanmasdi. Bu holatlar ko'plab nafaqaxo'rlarimizda adolatsizlik tuyg'usini uyg'otar edi. Mana endi bularning barchasiga chek qo'yishga qaratilgan fundamental o'zgarishlar boshlanmoqda. Hukumat yaqinda qabul qilgan prezidentning joriy yil 15 maydagi 123 sonli farmoni bilan nafaqa ta'minoti tizimini tubdan isloh qilishga qaratilgan muhim qadamlar tashlandi. Bu farmon bir necha asosiy maqsadni ko'zlaydi. Nafaqalarning xarid qobiliyatini oshirish, ularni hisoblash va qayta hisoblash mexanizmlarini soddalashtirish, shuningdek eng muhtoj nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha ijtimoiy himoya choralarini joriy etish. Farmonning asosiy jihatlari quyidagilardan iborat. Birinchidan, barcha turdagi nafaqalarni kutilayotgan inflyatsiya darajasidan sezilarli darajada yuqori foizda indeksatsiya qilish. Ikkinchidan, nafaqa hisoblashda oldin e'tiborga olinmagan mehnat staji yoki daromadlarni hisobga olish bo'yicha soddalashtirilgan mexanizmni joriy etish. Uchinchidan, kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar uchun muntazam ravishda to'lanadigan yangi ijtimoiy nafaqa turini ta'minlash. Bu haqiqiy yangilik va mamlakatimizning ijtimoiy siyosatida yangi bir davrni boshlab beradi. Asosiy qism bir batafsil tahlil. Nimalarni bilishingiz kerak, kimlar xavotirlanishi kerak va kimlar yo'q. Keling, ushbu yangi farmonning asosiy jihatlarini yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik. Birinchidan, eng muhim jihat bu nafaqalarning oshirilishi. Yangi farmonga ko'ra, barcha turdagi nafaqalar, xususan yoshga doir, nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik uchun beriladigan nafaqalar joriy yilning 1 iyulidan boshlab umumiy hisobda 20% ga oshiriladi. Bu shunchaki inflyatsiyani qoplash emas, balki nafaqaxo'rlarimizning real daromadlarini sezilarli darajada oshirishga qaratilgan. Bu ko'rsatkich oxirgi yillarda kuzatilgan inflyatsiya darajasidan ancha yuqori bo'lib,
xalqimizning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan qat'iy siyosatning yorqin namunasidir. Ikkinchidan, nafaqalarni qayta hisoblash jarayoni tubdan soddalashtirilmoqda. Endi nafaqa hisoblashda avvalgi ish haqi yoki mehnat stajiga oid ma'lumotlar to'liq va avtomatik ravishda e'tiborga olinadi. Agar sizda ilgari hisobga olinmagan mehnat staji yoki daromadlar bo'lsa, endilikda uni tasdiqlash uchun kamroq hujjatlar talab qilinadi va jarayon maksimal darajada raqamlashtiriladi. Uchinchidan, kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar uchun qo'shimcha ijtimoiy yordam mexanizmi joriy etiladi. Endilikda agar nafaqaning umumiy miqdori belgilangan minimal iste'mol savatchasidan past bo'lsa, davlat tomonidan qo'shimcha subsidiya ajratiladi. Kimlar avtomatik ravishda foyda oladi va kimlar harakat qilishi kerak? Yaxshi xabar shundaki, aksariyat mavjud nafaqaxo'rlar uchun nafaqaning igim foizlik o'sishi avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Siz pensiya jamg'armasiga hech qanday murojaat qilishingiz shart emas. Sizning ma'lumotlaringiz tizimda allaqachon mavjud bo'lib, avtomatik ravishda qayta hisoblanadi. Agar siz oyga 2 million so'm nafaqa olgan bo'lsangiz, endi iyuldan boshlab sizning nafaqangiz 28 million so'mga aylanadi. Bu har bir nafaqaxo'r uchun bir oyda qo'shimcha 300 ming so'm degandir. Bu esa oilaviy byudjetda sezilarli o'zgarishlarga olib keladi. Ammo ba'zi toifadagi fuqarolarimiz, ayniqsa quyida sanab o'tilgan holatlarga duch kelganlar, ko'proq foyda olishlari mumkin va ular o'zlarining nafaqalarini qayta hisoblash bo'yicha murojaat qilishlari kerak bo'ladi. Ular uchun bu yangi imkoniyatdan to'liq foydalanish muhimdir. Real hayotdan olingan misollar. Bir misol. Oddiy nafaqaxo'r, avtomatik o'sish. 7 yoshli Dilbar buvini olaylik. Uning nafaqasi 21 million so'mni tashkil qilardi. Dilbar buvi hech qayerga murojaat qilmasdan iyuldan boshlab o'zining bank kartasiga 1 million 800 ming so'm nafaqa kelishini kutishi mumkin. Bu qo'shimcha 300 ming so'm unga nafaqat oziq-ovqat va dorilar uchun yetarli bo'ladi. Balki masalan, nevaralariga kichik sovg'alar sotib olish yoki uyining ayrim ehtiyojlarini qondirish imkoniyatini ham beradi. Uning xarid qobiliyati sezilarli darajada oshadi. Bu uning kundalik hayotini yengillashtiradi va qulayroq qiladi. Shu bilan birga, Dilbar buvining pensiya oshgani tufayli u boshqa hech qanday ijtimoiy nafaqadan mahrum bo'lmaydi. Chunki bu nafaqa miqdorining o'sishi umumiy daromadlar chegarasini belgilashda inobatga olinadigan mezonlar ichiga kiritilmagan. Ikki misol. Hisobga olinmagan mehnat stajiga ega nafaqaxo'r. 21 yoshli Rustam Bobo 40 yil davomida turli korxonalarda ishlagan. Lekin 1990 yillarning boshlaridagi 5 yillik mehnat staji uning pensiya daftarchasida to'liq aks ettirilmagan yoki korxona tugatilgani sababli hujjatlarni topish qiyin bo'lgan. Uning hozirgi nafaqasi 27,3 million so'm edi. Yangi soddalashtirilgan qayta hisoblash tizimi tufayli Rustam Bobo endi o'sha 5 yillik stajni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomalari yoki 2 guvohning ko'rsatmasi bilan ham pensiya jamg'armasiga murojaat qilishi mumkin. Bu unga ko'proq ish staji va mos ravishda yuqoriroq pensiya koeffitsiyentiga ega bo'lish imkonini beradi. Misol uchun qayta hisoblashdan so'ng uning pensiyasi 22 million so'mdan 30 million so'mga o'sishi mumkin. Bu Rustam Bobo uchun yiliga qariyb 36 million so'm qo'shimcha daromad demakdir. Bu esa uning g'arlik yoshidagi turmush sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Ushbu qayta hisoblash jarayoni iloji boricha tezkorlik bilan amalga oshirilishi uchun barcha tegishli organlar birgalikda ishlaydi. 3 misol, kam ta'minlangan nafaqaxo'r, yangi ijtimoiy nafaqa. 15 yoshli Gulnora xolani olaylik. U yolg'iz yashaydi va eng kam miqdordagi, ya'ni 1 million so'm pensiya oladi. Bu miqdor hozirgi kunda uning barcha ehtiyojlarini qoplashga yetmaydi. Shuning uchun u ko'pincha qo'shnilari yoki yaqinlarining yordamiga tayanadi. Yangi farmonga ko'ra, agar nafaqaning miqdori belgilangan minimal iste'mol savatchasidan aytaylik 2 million so'm deb belgilangan bo'lsa, past bo'lsa, unga qo'shimcha har oylik subsidiya beriladi. Gulnora xola holatida uning pensiyasi minimal miqdordan 200 ming so'mga kam bo'lgani sababli unga har oy 200 ming so'm qo'shimcha mablag' ajratiladi. Natijada uning umumiy daromadi 1 million 200 ming so'mga yetadi. Bu qo'shimcha mablag' Gulnora xola uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lib, unga dori-darmonlar, oziq-ovqat va hatto kichik maishiy ehtiyojlar uchun mablag' topishga yordam beradi. Ushbu yordam mexanizmi kam ta'minlangan nafaqaxo'rlarning eng asosiy ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bo'lib, ularning ijtimoiy himoyasini kuchaytiradi. Bir misol,
maxsus mehnat sharoitlari yoki nogironligi bo'lgan nafaqaxo'r. 6 yoshli Karim amaki uzoq yillar og'ir va zararli sharoitlarga ega bo'lgan zavodda ishlagan. Lekin uning pensiyasi hisoblanganda bu maxsus sharoitlar to'liq inobatga olinmagan bo'lishi mumkin. Uning hozirgi nafaqasi 7 million so'm. Yangi farmon og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar uchun nafaqa hisoblashda qo'llaniladigan koeffitsiyentlarni qayta ko'rib chiqish nazarda tutadi. Karim amaki o'zining mehnat sharoitlarini tasdiqlovchi hujjatlar, ish joyidan ma'lumotnomalar, zarur bo'lsa tibbiy xulosalar bilan murojaat qilib, o'zining pensiyasini qayta hisoblashini talab qilishi mumkin. Bu uning pensiyasini 7 million so'mdan, masalan 2 million so'mga yetkazishi mumkin. Agar uning nogironlik guvohnomasi bo'lsa va bu ilgari nafaqa hisoblashda to'liq inobatga olinmagan bo'lsa, u ham ushbu imkoniyatdan foydalanishi mumkin. Bu albatta. Bunday toifadagi nafaqaxo'rlarimizga yanada adolatli nafaqa olish imkonini beradi va ularning oldingi mehnatiga munosib baho beradi. Asosiy qism 2 istisnolar, tuzoqlar va noaniq nüanslar. Har qanday yangi qonun yoki farmonda bo'lgani kabi, bu yangi hujjatda ham ayrim istisnolar va diqqat qilish lozim bo'lgan nüanslar mavjud. Ular haqida bilish juda muhimdir. Toki siz hech qanday muammoga duch kelmaysiz va barcha imkoniyatlardan to'liq foydalanishingiz mumkin. Istisnolar 1. Harbiylar va davlat xizmatchilari. E'tibor bering. Harbiy xizmatchilar va ayrim davlat xizmatchilari uchun pensiya ta'minoti alohida qonunlar va nizomlar bilan tartibga solinadi. Ularning nafaqalarini oshirish yoki qayta hisoblash ushbu farmon doirasida emas. Balki o'zlarining maxsus qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun agar siz bu toifaga kirsangiz, o'zingizning tegishli idorangizga, masalan, Mudofaa vazirligi pensiya bo'limi murojaat qilishingiz tavsiya etiladi. Biroq umumiy ijtimoiy nafaqalarning o'shi ularga ham taalluqli bo'lishi mumkin. 2. Maksimal pensiya oluvchilar. Agar siz allaqachon qonun hujjatlarida belgilangan maksimal pensiya miqdorini olgan bo'lsangiz, unda sizning pensiyangiz foiz nisbatida unchalik sezilarli darajada oshmasligi mumkin. Lekin baribir umumiy pensiya miqdorining oshishi sizga ham tegishli bo'ladi. Chunki maksimal miqdor ham belgilangan tartibda indeksatsiyaga uchraydi. Shunday bo'lsa-da, bu holatda ko'proq foyda oladiganlar, ayniqsa pensiyasi minimal darajadan biroz yuqori bo'lgan yoki qayta hisoblash uchun hujjatlari bo'lgan fuqarolar bo'ladi. Tuzoqlar va ehtiyot choralari ming firibgarlar, afsuski, har qanday yangilik ortidan firibgarlar ham paydo bo'lishadi. Sizga pensiyangizni tezroq oshirishga yordam beramiz degan va buning evaziga pul so'ragan shaxslardan ehtiyot bo'ling. Pensiyani oshirish va qayta hisoblash jarayonlari bepul. Pensiya jamg'armasi xodimlari hech qachon sizdan ushbu xizmatlar uchun pul talab qilmaydi. Agar sizga shunday takliflar kelib tursa, darhol huquq tartibot organlariga yoki pensiya jamg'armasining ishonch telefoniga xabar bering. Rasmiy ma'lumotlarga va faqat ishonchli manbalarga tayanib ish qiling. 2. Noto'g'ri ma'lumotlar. Ijtimoiy tarmoqlarda yoki norasmiy manbalarda tarqaladigan har qanday ma'lumotga ishonmang. Faqatgina pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti, davlat xizmatlari markazlari yoki hukumatning rasmiy e'lonlariga tayaning. Yangi farmonning matni va unga oid tushuntirishlar rasmiy manbalarda to'liq e'lon qilinadi. Har doim tekshirib ko'ring. Hujjatlarning yo'qligi. Agar siz pensiyangizni qayta hisoblash uchun murojaat qilmoqchi bo'lsangiz va eski hujjatlaringizni topishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, tushkunlikka tushmang. Eski ish joyingizning kadrlar bo'limiga, arxivlarga yoki fuqarolarning murojaatlari bilan ishlovchi tashkilotlarga murojaat qilishingiz mumkin. Ba'zi hollarda maxsus komissiyalar orqali 2 nafar guvohning ko'rsatmasi bilan ham mehnat stajini tasdiqlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga bu borada yordam beradi va maslahatlar beradi. Noaniq nüanslar. 1. To'lov muddatlari. Eng muhim savollardan biri. Oshirilgan pensiya qachon to'lanadi? Farmonga ko'ra oshirilgan pensiyalar iyuldan boshlab to'lanadi. Agar sizga iyul oyida eski miqdordagi pensiya to'lansa, bu g'alati tuyulishi mumkin. Lekin ba'zi hollarda texnik sabablarga ko'ra avgust oyida iyul oyi uchun ham oshirilgan pensiya to'lovi bilan birga orqada qolgan iyul oyi uchun summa ham to'lanishi mumkin. Bunday holatlar kam uchraydi. Ammo yuzaga kelishi mumkin. Asosiysi pensiya jamg'armasi barcha summalar to'liq to'lanishini kafolatlaydi. 2 boshqa imtiyozlar bilan o'zaro ta'sir. Pensiya miqdorining oshishi boshqa ijtimoiy imtiyozlar yoki yordam turlariga ta'sir qiladimi?
odatda bunday ta'sir minimal bo'ladi. Chunki aksariyat ijtimoiy yordamlar nafaqaning oshirilgan miqdorini hisobga olgan holda qayta baholanadi. Biroq agar siz boshqa biror ijtimoiy yordam turidan foydalanayotgan bo'lsangiz, uning shartlarini tekshirib ko'rishingiz lozim. Minimal iste'mol savatchasi asosida beriladigan yangi subsidiya esa nafaqa oshishi bilan birga ham to'lanishi mumkin. Bu kelajakdagi indeksatsiyalar. Bu bir martalik oshishmi yoki kelajakdagi oshirishlar uchun yangi baza bo'lib xizmat qiladimi? Yangi farmon kelajakdagi indeksatsiyalar uchun yangi bazani belgilaydi. Bu degani keyingi yillarda ham nafaqalar inflyatsiyadan yuqori suratda oshirilishi uchun muntazam mexanizm yaratiladi. Bu esa nafaqaxo'rlarimizning barqaror turmush darajasini ta'minlashga qaratilgan uzoq muddatli strategiyaning bir qismi hisoblanadi. 4. Mablag'larning manbai. Ko'pchilikda bu pullar qayerdan olinadi degan savol tug'ilishi tabiiy. Ushbu mablag'lar davlat byudjetining qayta taqsimlanishi, iqtisodiy o'sish hisobiga soliq tushumlarining o'sishi va pensiya jamg'armasining samarali boshqaruvi orqali ta'minlanadi. Bu davlatning o'z fuqarolariga g'amxo'rlik qilishga tayyor ekanligini anglatadi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Xo'sh, hurmatli tomoshabinlar, endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bu yangiliklardan qanday qilib to'liq foydalanishingiz mumkin? Sizning oldingizda qanday amaliy qadamlar turibdi? Avtomatik oshish holatida. Agar sizning pensiyangiz avtomatik tarzda oshiriladigan bo'lsa, ya'ni sizga qo'shimcha ish staji yoki maxsus sharoitlar uchun qayta hisoblash kerak bo'lmasa, 1. Bank hisobingizni yoki pochta bo'limi ma'lumotnomalarini tekshiring. Iyuldan keyin sizga keladigan pensiya miqdoriga e'tibor bering. Agar siz bank kartasiga pensiya olsangiz, bankning mobil ilovasi orqali balansni tekshirishingiz mumkin. Pochta orqali olsangiz, pochta bo'limiga borib ma'lumotnoma talab qiling. 2. Agar iyuldan keyin sizning pensiya miqdorida o'sish kuzatilmasa yoki sizda savollar paydo bo'lsa, zudlik bilan pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiling. Ularning maslahat xizmatlari mavjud bo'lib, sizga aniq ma'lumot berishadi. Telefon orqali ham dastlabki ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Qayta hisoblash yoki yangi imtiyozlar uchun agar siz pensiyangizni qayta hisoblatmoqchi bo'lsangiz, masalan, qo'shimcha mehnat staji yoki daromadlarni hisobga olish uchun yoki kam ta'minlanganlik bo'yicha yangi ijtimoiy nafaqa olish huquqiga ega deb hisoblasangiz, quyidagi bosqichlarni bajaring, birgadam hujjatlarni yig'ing. Qayta hisoblash uchun sizga kerak bo'lishi mumkin bo'lgan asosiy hujjatlar: mehnat daftarchangiz. Bu sizning mehnat stajingizning asosiy dalilidir. Agar unda yozuvlar aniq bo'lmasa yoki ba'zi davrlar yozilmagan bo'lsa, qo'shimcha hujjatlar talab qilinadi. Ish joylaridan ma'lumotnomalar. Agar sizning mehnat daftarchangizda ba'zi ish davrlari to'liq aks etmagan bo'lsa, avvalgi ish joyingizdan yoki uning huquqiy vorisi arxivdan ish stajingiz va ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotnomalarni oling. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar pensiya miqdorini aniqlashda juda muhimdir. Ish shartnomalari. Ba'zi hollarda, ayniqsa 1990 yillardan keyingi davr uchun ish shartnomalari mehnat stajini tasdiqlashda yordam berishi mumkin. Nogironlik guvohnomasi. Agar sizda nogironlik bo'lsa va bu ilgari to'liq hisobga olinmagan bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi tibbiy mehnat ekspert komissiyasi (TMK) xulosasi yoki guvohnomasi. Bolalarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari. Agar siz ko'p bolali ona bo'lsangiz va bu sizning pensiya miqdoringizga ta'sir qilishi mumkin bo'lsa, ularning nusxalarini tayyorlang. Pasportingizning nusxasi. 2 qadam qayerga murojaat qilish kerak? Siz o'z yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilishingiz mumkin. Davlat xizmatlari markazlari hujjatlarni qabul qilish va pensiya jamg'armasiga yuborishda vositachilik qiladi. Bu esa jarayonni sezilarli darajada osonlashtiradi. Ko'plab hududlarda elektron navbat tizimlari joriy qilingan. Bu sizga navbatda turishdan xalos bo'lish imkonini beradi. Shuningdek, ba'zi xizmatlar uchun hukumatning yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali onlayn murojaat qilish imkoniyati ham mavjud bo'lishi mumkin. Bu xizmatlar ro'yxatini tekshirib ko'ring. 3 qadam. Arza nima yozish kerak? Pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markazi xodimlari sizga standart shakldagi arizani to'ldirishda yordam beradi. Sizning arizangizda odatda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish sababingiz, masalan, prezidentning 2023 sonli farmoni asosida pensiyani qayta hisoblashni so'rashingiz
va ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati ko'rsatiladi. Maxsus murakkab iboralarni yozish shart emas. Barcha tafsilotlar sizga tushuntiriladi. 4 qadam. Sabrli va qat'iyatli bo'ling. Hujjatlarni ko'rib chiqish va qayta hisoblash jarayoni ma'lum vaqt talab qilishi mumkin. Bu bir necha hafta yoki hatto oydan iborat bo'lishi mumkin. Ayniqsa arxiv ma'lumotlarini so'rash kerak bo'lsa. Jarayonning bo'lishini kuzatib boring va kerak bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotlar uchun yana murojaat qiling. Biroq yangi farmon bu jarayonlarni maksimal darajada tezlashtirishni nazarda tutadi. 5 qadam. Rasmiy manbalardan foydalaning. Har doim ishonchli va rasmiy ma'lumotlarga tayaning. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti, pensiya.gov.uz agar mavjud bo'lsa yoki tegishli vazirlikning rasmiy sayti. Telegram kanallari va davlat xizmatlari markazlarining ma'lumot stendlari siz uchun asosiy axborot manbalari bo'lishi kerak. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugun biz juda muhim yangilikni muhokama qildik. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi farmon nafaqaxo'rlarimizning hayotini yaxshilashga qaratilgan ulkan qadamdir. Pensiyalarning sezilarli darajada oshirilishi, qayta hisoblash jarayonlarining soddalashtirilishi va kam ta'minlanganlarga qo'shimcha ijtimoiy yordam ko'rsatilishi, bularning barchasi sizning farovonligingizni oshirishga xizmat qiladi. Endi siz nafaqangizning oshgan miqdori bilan biroz ko'proq erkinlikka ega bo'lasiz. O'zingizning ehtiyojlaringizni to'liqroq qondira olasiz va hayotingizga ko'proq ishonch bilan qaray olasiz. Unutmang, bu sizning haqqingiz va davlat o'z fuqarolariga g'amxo'rlik qilishga intiladi. Ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Agar sizda savollar paydo bo'lgan bo'lsa, ularni sharhlarda qoldirishdan tortinmang. Biz ularni imkon qadar tezroq javob berishga harakat qilamiz. Shu bilan birga bu videoni o'zingizning yaqinlaringizga, do'stlaringizga va hamkasblaringizga, ayniqsa nafaqaxo'rlarimizga ulashing. Zero bu ma'lumot ko'plab insonlar uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki biz sizga doimiy ravishda dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishda davom etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling va yangi uchrashuvlargacha